Bugun barchangizga juma ayyomlaring muborak bo'lsin. Bugun ham foydali ma'lumotlarni davom ettiramiz. Acer kompaniyasi haqida gaplashamiz. Acer kompaniyasi 1976-yil Tayvanda tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda dunyoning eng yirik kompaniyalaridan biri hisoblanadi. Asosiy faoliyati kompyuter va elektronika qurilmalarini ishlab chiqarish. Avvalgi 1976-yillarda Multitech brendi ostida faoliyat yuritgan va hamda 1987-yilga kelib Acer nomiga o'zgartirishgan. Acer nomi lotinchada yorqin, ziyrak, tezkor degan ma'nolarni anglatadi. Bu esa jahon bozoriga chiqishiga kattakon yordam bergan. Ular o'zining birinchi qurilmasini 1981-yil Multitech Multiprocessor nomi bilan ishlab chiqarishgan va bu o'quvchi va muhandislar uchun birinchi mikroprotsessorli qurilma bo'lgan. Hozirgi kunga kelib esa ishlab chiqariladigan mahsulotlari notebooklar, ofis kompyuterlari, monitorlar, serverlar hamda kompyuter uchun qo'shimcha zaruriy qurilmalar, ehtiyot qismlar va aksessuarlar. Hozirgi kundagi notebook modellaridan Aspire, Spin, Predator va Nitro seriyalari o'z mashhurligi bilan ommaga tanilgan. Acer kompaniyasining asosiy yutuqlaridan, afzalliklaridan nisbatan arzonroq narxdan premiumgacha narxlarda bemalol taklif qiladi o'z mahsulotlarini va global yetkazib berish xizmatlari hamda yana bir afzalliklaridan biri dunyo bo'ylab 160 dan ortiq servis markazlari mavjud va o'z faoliyatini olib boradi. Bunday xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Hilal Tech'ga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting, like bosib, yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat.